O'zbekda gap bor, xotin urishi nima deydi? Nonni to'ringlar. Dakarman o'zlari aytibdi buni. Mana mashta eri bilan urushmagan ayol bormi? Biror marta eri urmagan ayol bormi? Qani? Qo'lini ko'tarsin. Ha, yo'q deyapsizlarmi? Men deyapsizlarmi deb. Bormi qani? Qani? Yo'q, yoshlar. Sizlar hali ulgurasizlar, xudo xohlasa. Hali hayot oldinda. Bak, yosh katta ayollardan so'radim. İşte topamizni qo'l ko'tar deb. Kalta egalari esiga chiqmasa tushunadi. Bekor qo'l ko'tardinglar deb. Men bitta kitobda o'qidim, yozib qo'yibdi. Eri urgan ayolni har bitta kalta tegan joydan u dunyoda gullar o'sib chiqadi. Ne xursand bo'lib ketdinglar siz? Voy bir joyda shu gapni gapirsam, onaxon kulyaptilar haqirab aytdi. Ha, onaxon desam, voy. Agar eri urgan joydan gul chiqadigan bo'lsa, agar shu gap rost bo'lsa, men bu dunyoda bog' bo'lib ketar ekanman. Eri xotin urishidan kirib oldi. Ikki shirin so'z bilan hammasi joy-joyiga chiqib ketaveradi. Men hazillashib gapiryapman. Salomat bo'linglar, ular uzoq bo'lsin, iloyim.